Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Kech bo'lishiga qaramasdan Toshkentga navbatdagi zakazlarimizni chiqarib oryapmiz. Xo'p, buni razmeri uzuni 2,5 metr, eniga 1 metr, bo'yi 1.10 sm bo'ladi. Hamma kataklarimiz bo'yi 1.10, bitta mashinani zakazga 1.20 plus qilib ko'tartirgizdilar. Xo'p, hamma kataklarimizga tuxum idish qo'ydik. Tuxum idishlarimiz 2 xonali. Hamma kataklarimizda qo'ndaqlar bo'ladi. Xo'p, bu kichkinamiz uzuni 1,5 metr, eniga 1 metr, bo'yi 1.10 sm, yonida tuxum idishi bilan. Katayimiz o'zi narxi 600 ming so'm, tuxum idish bilan 750 ming so'm chiqadi. Akamizga ham 750 ming qilib berdik. Toshkentga hammasini qo'yliqqa chiqarib o'ryapmiz. Xo'p, akalar, bunisi 2,5 metrlik katayimiz, bu razborkali chiqqan. Ikkitadan tuxum idish qo'yildi, 2 xonali, 4 xonali. Xo'p, buni tomi alohida bitta qism, pola alohida bitta qism, to'rala tomoni alohidadan bitta qism bo'linadi. Gayka botli qilib qilindi, razborkali. Narxiga keladigan bo'lsa 1.950 ming so'm chiqdi. Akamizga 1.850 ming so'm qilib berdik. Xo'p, bu kichkinasi uzuni 1,5 metr, eniga 1 metr, to'g'la turadigan joyi 1 metr, 20 sm oyog'i bor. Buni ham tay setkali. Bu ham razborkali. Tomi alohida bitta qism, poli alohida bitta qism bo'ladi. To'rala tomoni keyin taklanadi. Bu yechilib yig'iladigan kakabotli emas, taklanadigan holatda qilingan. Narxiga keladigan bo'lsa 950 ming so'mga tayyorlab berdik. Xo'p, buni uzuni 2 metr, eniga 1 metr, bo'yi 1.10, ikkala tomonda ikkitadan 2 xonalidan bittadan tuxum idishi bor. Bu razborkali bo'lmaydi, butun holatda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 1.150 ming so'm chiqdi tuxum idishlari bilan. Hamma kataklarimizni qo'ndaqlari bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.